Taniqli xonanda Nilufar Usmonovaning turmushga chiqayotgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Nilufar Usmonova internet tarmog'ida oq kelin ko'ylakda kutilmagan ko'rinish berib, barchani hayron qoldirdi. Xonandaning bu obrazdagi videolari tarqalishi bilanoq keng ommada Nilufar Usmonova yana turmushga chiqyaptimi degan qizg'in savollar yuzaga keldi. Gap shundaki, hozircha katta to'y taraddudiga o'xshab ko'ringan bu kadrlar aslida shaxsiy hayotdagi burilish emas, balki navbatdagi ijodiy yangilikka ishora qilayotganga o'xshaydi. Olingan tasvirlar, kamera ortidagi muhit va umumiy jarayon bularning barchasi shunchaki katta tayyorgarlik bilan olinayotgan yangi klip syomkasi ekanligini anglatmoqda. Katta ehtimol bilan xonanda o'zining kelgusi yirik konsert dasturi oldidan yana bir ommabop taronani vizual tarzda boyitib taqdim etmoqchi. Yaqin kunlarda bu jozibali ko'rinish ortidagi asl haqiqatni xonandaning o'zidan aniq bilib olamiz. Hozircha esa muxlislar yangi trek premyerasini intiqlik bilan kutmoqda. So'nggi vaqtlarda turli media platformalar va shou-biznes olamida ko'pchilikni bir savol o'ylantirmoqda. Iste'dodli aktrisa Oydin Yusupova kutilmaganda qayerga g'oyib bo'ldi? Bir paytlar ketma-ket kinokartinalar va loyihalarda porlagan ijodkorning yana birdaniga jimjitlikka cho'mishi tomoshabinlar e'tiborini tortmay qolmadi. Ammo tinimsiz ijodiy jarayonlar va erishilgan yutuqlardan so'ng aktrisa kutilmaganda ko'zdan yo'qoldi. Gap shundaki, Oydin Yusupova hayotining ma'lum bir muddatini chet elda yashab o'tkazdi va ijoddan biroz uzoqlashishga qaror qildi. Hozirgi kunda esa uning aniq qayerda ekanligi va kelgusi rejalari sirligicha qolmoqda. Sevimli ijodkorimiz so'nggi paytlarda katta ekranlarda va yangi filmlarda juda kam ko'rinish bermoqda. Shou-biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.